Vardım bir tepib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar Yaxshimisiz? yaxshimisiz? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom, yaxshimisizlar? Chet elga safarga ketayotgan edim. Shunga ozgina onamni shu qo'yib ketmoqchi edim. Akamning xotinlari mazasi yo'q, kasal, nervniy, qaramaydi. Shunga o'zi juda baquvvat, qarang. Xotinidan qo'rqadigan bo'lgan. Hamma narsani gapiraverasam hamma joyda. Haqiqatga gapirish kerakmi? Qanaqa bir shallaqa sharmanda ayol. Xullas, e'tibor qilmang, onam qolishlari kerak. Esla shunda kelishamiz, opa. Hozir siz oningiz to'g'risida ketyapti. Shuni Kelishamiz. Yo'q, to'xtang. Sizni dunyoga keltirgan inson to'g'risida gap ketyapti. Siz hozir oddiy bitta buyumni olib kelib tashlab ketyapman deb o'ylayapsiz. Siz birinchidan vrachsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Men bitta sizni ishingiz olib qolish bo'ldi. Boshqa maslahatdan boshqa narsa kerak emas. Kitob o'qimang menga iltimos. O kitoblar, siz o'qigan kitoblar yozib, chizim o'sha qo'l qo'yib yuborganman. Olib qoling bo'ldi, soqqasini beraman. Bu yerda ona to'g'risida gap ketyapti. Shuni tushunyapsizmi? Mazalari yo'q, injiq. Sizlar deb turib tursin mehmon. Xullas, qonuniy gaplashaman. Olib qoling bo'ldi. Boshqa qotirmang. Gapirsangiz chi qilmang. Muomalani sal yaxshiroq tuzatib muomala qilsangiz. Sizsiz nima bo'lyapti? Nima gap bo'lyapti? Rozimisiz? Bu больница, onajon qarang, bular doktor, ukol qiladi, tekin ovqatini aytdim. Onajon ko'ryapsiz, xololagan hammasi. Mana Aka, men qarang. Boring xotin quliga o'xshab anaqa qilmang. qadi challaqlik qiluvdim. Xullas, olib qoling, soqqasini beraman. Qarab turing. Sizga shunday mo'tabar zot, ona kerak bo'lsa, ona davlatimizga, prezidentimizni nazoratida. Bu inson biz uchun kerak. Agar sizga kerak bo'lmasa, ona biz uchun keraksiz. Maylimi, biz bilan qolasizmi onaha? Rozimisiz biz bilan qolishga? Ana, yaxshi qaraydi ekan ana. O'ylaning, yaxshi o'ylaning. Ertaga shu voqea siz bilan sodir bo'lib, ertaga ko'z yosh qilib, onangizni qaytarib olib ketmoqchi bo'lib kelsangiz, biz onani bermaymiz. Qaytarib olib keta olmasman, chunki chet elga uzoqqa ketyapman, uzoq vaqtga. Beraman, kelishamiz, opa, olib qoling. Bu yerda kelishadigan narsani o'zi yo'q. Onani qadri hech qachon pul bilan o'lchanmaydi. Qisqa qiling, Xilipasovskiy degan maqolni eshitganmisiz? Bo'ldimi, kelishdikmi? Onaha, yuring. Uyi bermas ekan, qutuldim. Uyi bir narsa qilib endi. Boring. Hujjatni oling mashinadan. Olib boring, o'zi dokumentatsiya qiling, dokumentatsiyaga yo'qman. Onajon, yig'lamang. Sadqayi ko'z yoshingiz. Bu ko'z yoshingizga arzimaydi siz farzandlaringiz. Endi farzandlaringiz biz bo'lamiz. Bo'ldi, yig'lamang onajon, o'zingizni bosing.